Assalomu alaykum hammaga. Biz 2025-yil 30-noyabrda tushgan milliy sertifikat savollarini ikkinchi qismini yechishni boshladik. Ya'ni 6 dan 10 gacha bo'lgan masalalarni. Demak, bizda 6-masala. 6-masala haqida aytib ketyapti. Massasi m bo'lgan AO sterjen rasmda ko'rsatilgandek muvozanatda turibdi. Bunda m, ya'ni sterjenning massasi 2 kilogramm. Uni uzunligi, ya'ni OA uzunligi 1,5 metr va burchagi, ya'ni nima bilan vertikal muvoza qilgan burchagi sinus alfasi o'sha 0,8 ga teng. Kuchning O nuqtaga nisbatan kuch momentini toping debdi. Demak, kuch momentimiz o'z aslida barobar F ko'paygan L bo'lishi kerak. Endi bizda hozir mg L ko'paytirilgan sinus alfa taqsim 2 deymiz. Chunki mana bu joydagi mana bu kuchning momenti mana buni momentiga hozircha teng bo'lib turibdi. Demak, mana momenti m1 bo'lsa, mana momenti m2, ya'ni m1 teng m2 da muvozanat buzilmaydi. Shunaqa bo'ladi hozir. Endi aytilganlarni o'rni gap kelib qo'yib qo'ysak, menimcha muammo bo'lmaydi. Hisoblab qo'ysak bo'ldi. Demak, 20 ko'paygan 1,5 ko'paygan sinus 0,8 taqsim 2 bo'ladi. Demak, bundan 2 lar qisqarib ketsa 10, 12 ekan. Birligimiz nima desa, Newton ko'paytirilgan metr bo'ladi. Yaxshi, keyingi masalamiz 7-masalamiz haqida nima deyapti? Bir xil kuch m1 massali jismga 2, m2 massali jismga 6 tezlanish beradi. Shu kuch m1 minus m2 jismga qanday tezlanish bera oladi deb ketyapti 7-masalamizda. Demak, aytilganidek o'sha narsani yozamiz. Demak, o'sha m1 massali jismga f kuch 2 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish berar ekan. O'sha f kuchimiz m2 massali jismga 6 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish berar ekan. Demak, f'larni tenglab qo'ysak ham bo'laveradi. Demak, nima bo'ladi? M1 ko'paygan 2 teng, m2 ko'paygan 6 ga teng desak, 6 bilan 2 qisqarib ketsa, bu yerda m1 teng 3 m2 ga bo'ladi. Bizdan so'rayapti o'sha f kuch m1 minus m2 jismga qanaqa x tezlanish bera oladi deyapti va bizdan o'sha ax ni so'ragan edi. Demak, nima qilamiz? m1 da o'rniga mana buni olib kelib qo'yib qo'ysak, f barobar m1 da o'rniga 3 m2 minus m2 ko'paygan ax deb turib, buni m2 ga bog'langan ifodamiz. Bu yerda m2 ko'paygan 6 edi formulada. Demak, bu yerda 2 m2 ax teng m2 ko'paygan 6 bo'lsa, m2 lar qisqarib ketsa, 2 bilan 6 ham qisqarib ketsa, demak bizda aximiz 3 metr taqsim sekund kvadrat bo'ladi. B javob degan. Yaxshi. 8-masalada 8-masalaga to'xtalib ketamiz. Bu yerda bizda uran beryapti shekilli. Uranmi deyken? Demak, uran desak 92 207 izotopi uchun neytronlar sonini aniqlaydi. Endi bizga biror X modda berilsa, mana bu yerda A, mana bu yerda Z deb berardi. A bizda tartib raqami yoki elektronlar soni. Mana bu Z deganimiz nukleonlar soni. Nukleon degani proton plus neytronlar soni haqida gaplashib ketayotgan bo'ladi. Endi bu yerda n elektronlar soniga n protonlar soni tengligini hisobga olsak, bizda demak A da o'rnida 82 turibdi. 82 ta elektroni, 82 ta neytroni va shunga qanchadir n neytronni qo'shadigan bo'lsak, 207 ga teng ekan. N neytronlar sonini topamiz desak, 207 dan
82 ni ayirib olamiz. Shunchaki menimcha 5 bo'ladi. Oxiri 5 bilan tugaydi. Menimcha 125 ekan bu yerda javob. B javob. 9-masala. 9-masalada impulsi deb ketyapti. Bo'lgan, ya'ni impulsi deb to'lqin uzunlik berib ketyapti. Fotonni 490 nanometr haqida gaplashib ketyapti. To'lqin uzunligiga ega foton impulsiga teng bo'lgan elektronning tezligini toping. Tezlik yorug'lik tezligidan juda kichkina. Mana bu shartga e'tibor qaratib qo'yasizlar. Juda yorug'lik tezligidan kichkina. Demak, fotonning impulsi nima bo'ladi? Fotonning impulsi h taqsim lambda shu nimaga teng? Elektronning impulsi mv ga teng. Demak, mana bu tenglikdan biz shunchaki v ni topib qo'yishimiz kifoya. V barobar h taqsim lambda ko'paygan m, ya'ni massa. Endi h deganimiz 6,63 10 minus 34-si bo'lingan 490 10 minus 9-si mana bu 9,1 elektronmi? Elektronlik 9,1 massasi 10 minus 31-si. Mana shuni hisob kitob qilsak 1500 metr taqsim sekund chiqsa kerak. B javob ekan. 10-masala bizda. 10-masalada aytib ketyapti. Zaryadlangan sharning radiusi 2 marta oshirilsa, uning elektrostatik energiyasi, elektrostatik maydon energiyasi qanday o'zgaradi deb ketyapti. Endi bizda shar beryapti deb tasavvur qilsak, shar va sharda radiusi bo'ladi albatta r degan. Demak, bunga quv zaryad bersa, demak buni biz kondensator deb olsak bo'laveradi. Ya'ni kondensator bo'lgandan keyin buni sig'imi S barobar 4pi 0 ko'paytirilgan r bo'ladi va buni sig'imi bo'ladi. Zaryadlangan degan shartimizda Q teng konstanta shart bajarilishi kerak edi. Kuchlanish o'zgarmas bo'lsa boshqacharoq, zaryad o'zgarmas bo'lsa boshqacharoq bo'lardi. Demak, zaryadlangan kondensator energiyasi desa, buni energiyasi Q kvadrat taqsim 2s da. Formula bu yerda Q o'zgarmas, 2 ham o'zgarmas, faqat S ga qarab o'zgaradi. S ya'ni bu yerda radius 2 marta oshirilsa, sig'im ham 2 marta oshib, energiyasi 2 marta kamayadi bo'lib qoladi. Buni formulasi Q kvadrat taqsim 2 emas, shuning uchun 8 deylik. 8 pi 0 r bo'ladi. Yani radius 2 marta olsa 2 marta kamayadi. 2 marta kamayadi. A javob ekan. Keyingi yechimlargacha sog' bo'lasizlar. Bu videolarda o'sha fizika fanidan milliy sertifikatga tayinlangan do'stinglarga tashlab qo'yasizlar.